Salmoq savatdaşlar, bugungi hikoyamiz qarindoshlik mehri hammadan a'lo. Zamonning zamonasida bir podshoh 3 gunohkorga hukm jazosi bermoqchi bo'ldi. Shu shaharda ishi 35larga berib qolgan bir ayol bo'lib, o'limga buyurilgan 3 gunohkorning birisi uning eri, yana birisi o'g'li, uchinchisi bo'lsa bir tuqqan qarindosh ekan. Podshoh belgilama bo'yicha ayolni chaqirib, hukmnomaga qo'l qo'yishni buyuribdi. Ayol oldi bilan erining hukmnomasiga qo'l qo'yibdi. Orqadan o'g'lining hukmnomasiga noiloj qo'l qo'yishga majbur bo'ldi. Oxirida bir tuqqan inisining hukmnomasiga qo'l qo'yishga navbat kelganda, ayolning qo'llari titrab, yuragi silib, qattiq yig'lab ketibdi va qo'l qo'yg'ili unamabdi. Bu ahvolni ko'rgan podshoh ayolga qarab, "Sen nima uchun eringning va bolangning o'lishiga rozi bo'lib qo'l qo'ysanu, iningga kelganda buncha yig'lab faryod cheksan?" deb so'rabdi. "Ey ulug' podshohim, erimning o'limiga rozi bo'lganimmo ilojsizlikdan bo'ldi. Men yosh, birasiga turmushliq bo'lsam, erimning o'rnini bosar deb o'zimga tasalli berdim. O'g'limning o'limiga rozi bo'lishim tuxumi noilojlikdan bo'ldi. Arga tegsam, Xudoyim bir o'g'il bersa, o'g'limning o'tini bosar deb o'zimga tasalli berdim. Inimga kelganda yig'lab ketganim qarindoshni topmoq qo'limdan kelmaydi ekan. Uni tepib tug'ib beradigan ota-onam allaqachon o'lib ketgan. Shunglashqa qarindoshimdan ayrilsam, o'rnini qandoq to'ldirarman deb yig'ladim. Qo'l qo'yishqimi qo'lim bormidi?" deb yana yig'lab ketibdi. Bu gaplar podshohga qattiq ta'sir qilib, ko'ngli buzilibdi. Farmon tushirib, 3 gunohkorni o'limdan ozod qilibdi. Ayolning aqlona so'zi maydonga yig'ilgan hamma odamlarni xushal qilib